Assalomu alaykum. Hozir biz Andijon viloyati Shaharxon tumani Dorul Omon mahallasidamiz. Bir maydon bir mahsulot tamoyili asosida ekilgan loviya urug'larini monitoring qilgani keldik. Ushbu loyiha Sanoat qurilish bank hamkorligida Andijon viloyati Shaharxon tumani Dorul Omon MFIda 77-sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda loviya ekilgan. Maydon hajmi 10 gektar. Uzunligi, bu maydonimiz uzunligi mana 318 metr, bo'yiga 315 metr tashkil qiladi. Loyiha menejeri G'offorov Islombek bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar unib chiqish, gullash va barcha agrotexnik ishlovlar berilib kelmoqda. Mana bu hozir gullagan holati ekinlarimiz. Loviya urug'imiz mana. Ekinlarni yetishtirish 85-90 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 41 dehqon xo'jaliklari biriktirilgan bo'lib, har bir dehqon uchun o'rtacha 24 sotixdan yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Dorul Omon Jamshid barakasi ishlab chiqarish kooperativi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 3,5 tonna, jami 35 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirilib olingandan so'ng ikkinchi ekinga kunga boqar serhosil unumli urug'i olib kelib ekiladi. Uchinchi hosilimizga esa 90 bosqich shaklida sarimsoq piyoz ekiladi. Yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer egalari daromadni yanada oshirib boradi. Hozir mana bu maydonimizni haqiqatda 10 gektarligi aniqlab oldik. Mana bir xil haqiqatda loviya urug'i ekilgan 100%.